do'stlar, вообще maza qildi yaqin. Bitta suhbatlar yeb, bitta живой o'yinchilar, har bir shoular ko'rsatib, o'yin hamma narsa maza qilib o'tirdik. Lekin bunaqa deb o'ylamagandim. Haqiqatda safarining ichida, turimizni ichida shular hammasi kirar ekan. Endi VIP joyga отдельно to'lash kerak ekan, to'ladik. Xudoga shukr, pushaymon bo'lmadik. Bag'dod bizni o'tirib Mahlijo'xon deydigan boshqa tomonlar arzon joylar ekan. O'nlab odamlar turishibdi. Bizga hamma ovqatlarni borimdek tanlab qilar ekan, keyin olib kelib o'zlari berishar ekan. Biz ovqatlarni cho'q tomosha qildik. Maza qildik. Tomonda hozir salyutlar bo'ldi. Bunday joy salyut nimalarga qilishdi. Bitta mazza joy. Haqiqatdan tomosha qilib, taassurotlar yaxshi. Zo'r. Tavsiya etamiz hammalarga keling.